Qadrli yurtdoshlar, mana bugungi ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Bugungi ish jarayonimiz Jak avtomobiliga X200 avtomobiliga Urzovoyga 200 talik 4-paklena gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. Bunga qo'yish jarayonlari davom etmoqda hali. Bir tomoniga 100 talik, narigi tomoniga yana bitta 100 talik. Kapot osti jihozlarga biroq keladigan bo'lsak, X original reduktor blok upravlanamiz Yevropa gazi tegishli bo'lgan Basifka 24/4 ish jarayoni davom etmoqda hali buni. Ichkaridagi mashinalarimizga mana ikkinchi balloni 100 talik. Xo'p, skochli ballonni ishladik. Matiz avtomobiliga zamena qilib berdik. Xo'p, bu Gentra avtomobilimizga 90 talik gaz ballon o'rnatib berdik, vikor ballonlari bilan. Hamma tomoni chiroyli va akkuratli bo'ldi. Xo'p, buni kapot osti xizmatiga kiradigan bo'lsak, akalar. Xo'p, X reduktorimiz, real farsinkamiz, blok upravlanamiz, stak kofas 200 ga tayyor bo'ldi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Tanlovda adashmang. Sirdaryo sifati endi terimizda.